o'zim yetolmayotgan joylarim bo'ladi. Faqat shu qiynalaman-da. Hozir garajga qoldim. O'zim bitta bochkadaman. O'zingiz ko'tarib turasizmi? O'zim ko'taraman, yuvintiraman mana shu yerga. Boshqa yordamchi yo'q. Yo'q, hech kim yo'q aka. Faqat o'zim mashinasi. Faqat yonboshlab o'tadi. Yonboshlab oldincha yotaman. Bir taraf ishlamaydi, oyoq qo'lim. Mana qo'l ishlamaydi. Tarqoq skleroz degan kasal bor. Tarqoq skleroz miyada. Miya. Hindistonga olib borsa, miyasiga chips qo'ysa, yana o'z holiga qaytadi deydi. Qancha pul kerak? Endi 300 qanchadir ko'p ketadi deyapti ba'zida. O'zim bochka yarimjon, bitta bochka bilan qarayman, garajam bo'lib qarayman. Qani endi yaxshi bo'lib ketsa edi. Mana bugun biz Toshkent viloyati Quyush tumanidamiz. Akani ahvolini ko'rib turibsizlar. Kinaga bir o'zi akani o'zini sog'lom holatda qarab yurgan ekan, belda grija paydo bo'lib qolgan. Kinaga ham osonib tutmanglar. Alloh yo'lida ehson qilaman degan insonlar bo'lsa, mana shu akani pastda kartalarini, nomerlarigacha qo'yib qo'yamiz jigarlar. Agar manzilga kelib o'zlaringiz qo'liga berib yordam qilish niyatida yurgan insonlar bo'lsa, shu akaga iloji boricha tezroq yordam qilsak, chetga borib, operatsiya qildirib, sog'ayib ketishiga yordam qilinglar jigarlar. Jigarlar, agarda ehson qilish qo'ldan kelmasa, videoga like bosib, ehson sevar insonlarga, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Iloji boricha videoni tarqatishga yordam beringlar. Allohga oson, Alloh yo'lida shu akamiz sog'ayib ketsa, Kenaya bilan bitta duo qo'yadi xalqimizga. Ana endi so'qib pesha insonlar yordam berib, qo'llab-quvvatlab, inson ham yaxshi bo'lib, o'zini o'zi yeklasa, boshqa narsa kerak emas edi sizga. Yaxshi bo'lib ketsa qaniydi. Siqilinglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Allohga oson, Alloh shifosini beradi, xudo xolasa.